Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Beşinci qatımlıq Dünya Şərq Türkistonluqları qeyrindaşlıq uçuruşu g'alabalik oyoqlashdi. Şərq Türkiston Ma'rif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin o'rinlashtirishi bilan 5 yildan beri o'tkazilib kelayotgan Dünya Şərq Türkistonluqlar qeyrindaşlıq uçuruşuning 5-ci qatımlığı 2013-yil 23 iyun yakshanba kuni İstanbulda rasmiy boshlanib, 28 iyun Turkiyaning Düzce shahrida g'alabalik oyoqlashdi. 5-ci qatımlıq Dünya Şərq Türkistonluqlar qeyrindaşlıq uçuruşuga Türkiye ve dünyanın her qaysı joylaridagi Uyghur qeyrindaşlardan nurg'un kishi qatnashdi. İstanbulda açılgan yig'inga inson va madaniyat harakati hay'atining mas'uli Yusuf Öcalan riyosatchilik qildi. Yig'inda ochilish nutqi so'zlagan Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik Jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'zda bu qatimqi uchrashuv yig'iniga qatnashgan barliq tashkilot rahbarlari va mehmonlarga rahmatini bildirish bilan birga Sharq Turkiston va Sharq Turkiston xalqining 64 yildan beri tajovuzchi Xitoy istilosi ostida kishilik haq-huquqlaridan, e'tiqodiy erkinligidan va madaniy huquqlaridan mahrum holda yashab kelganligi, Sharq Turkiston xalqining o'z kimligini, madaniyatini, e'tiqodiy erkinligini va kishilik haq-huquqini saqlab qolish uchun 64 yildan beri uzluksiz qarshilik qilib kelganligi haqida qisqacha to'xtaldi. U yana navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan qiyinchiliklarga chiqish yo'li tepish uchun chet elda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarining bir yerga jam bo'lib, fikr va ong birligi hosil qilish maqsadida Dünya Şərq Türkistonluqlar qeyrindaşlıq uçuruşu faoliyati o'rinlashtirilganligi 5 yildan beri shu shaklda Dünya Şərq Türkistonluqlar qeyrindaşlıq uçuruşu siyosiy kengashining murassa qilishi orqali odam yetishtirish uchun qadam bosganligini ilgari surdi. Bu qatimqi 5-navbatlik Dünya Şərq Türkistonluqlar qeyrindaşlıq uçuruşu faoliyatining islohot sohasida murassa qilinganligini ilgari surgan Hidoyatullo O'g'izxon diniy islohot, siyosiy islohot va idoriy islohot haqida bo'ladiganligini uqtirdi. Keyin Saudiya Arabistondan kelgan Sunniy ulamolar birligining raisi doktor Safvat Hijoziy so'z qildi. U so'zda Sunniy ulamolar birligi tashkiloti bo'lish sifati bilan Sharq Turkiston xalqining Istanbulda o'tkazilgan bu qeyrindaşlıq uçuruşu faoliyatiga qatnashganligidan xushal bo'lganligini uqtirib mundaq dedi. Biz sizlarning ahvolinglarni yaxshi bilamiz. Turkistonning ilgari islom dunyosiga qo'shgan to'kpisi nihoyat ko'p va ahamiyatga ega. Sharq Turkistonning navbatdagi islom dunyosiga bo'lgan roli ilgariki ajdodlaringlarning rolidan qilishmaydi. Sizlarning tarixdan buyon islomga qo'shgan rolinglarni texmo joriy qildirish uchun qo'limizdan kelishicha yordamda bo'lamiz. İslam ruhining Sharq Turkistondan yo'qolib ketishiga hargizmi qarab turmaymiz. ولذلك نحن معكم بكل ما نستطيع، نحن معكم بكل ما نقدر على أن نقدمه حتى نحافظ على هذا الدور العظيم لهذا الشعب الكبير شعب تركستان. Bizim şu İslam Sünni Müslüman ulemalar birliği buluştuğumuz bilen sizlerninki hazır oynayotgan rolunlarını texmi jari qildırışınlar ve sizlerning texmi algı ilgilişinler üçün qo'limizdan kelgan va keladigan har qanday hamkorlikni qilishga va sizlardan hamkorlashishga tayyormiz. Keyin yana Sunniy ulamolar birligi Asonliqlar komitetining raisi doktor Musa Sharif so'z qildi. U so'zda 3 masalani ta'kidlab mundaq dedi. Birinchi, islom. Sizlar hozirgi dunyodagi eng cho'ng bir jahongirga qarshi turmoqchi bo'lyapsizlar. Bu zo'ravon kuchga qarshi turish va bu zolimdan qutulishning birdan-bir yo'li islom yo'lidir. Ikkinchi, biz shunday bir zamonda yashayapmizki, bu zaman intayin muhim bir zamandır. Bu zamanda Arab bahoriga o'xshash muhim o'zgarishlar maydonga keldi. Biz bu fursatdan yaxshi foydalanishimiz kerak. Bu fursatni ching tutinglar. Uchinchi, nihoyat afsuslanarli bir masalaga duchor bo'lyapmiz. Arab diyorlaridagi xeli ma'lumotli birsidan Sharq Turkiston qayar, Uyg'urlar kim deb so'ralsa, bilmayman va yoki shunday bir ismni anglagan edim deb javob beradi. Sizlar Sharq Turkiston musulmonlari nima uchun sizlarning va ajdodlaringlarning islom dunyosiga ko'rsatgan boturona xizmatlaringlarni arabchaga tarjima qilish orqali arab dunyosiga tunutmaysizlar. Bizning mo Sharq Turkiston masalasi haqida mas'uliyatimiz bor, ammo sizlarning mas'uliyatinglar ig'irroq bo'ladi.
sizlarning ahvolinglarni sizlar anglitishinglar kerak. Biz qo'limizdan kelishicha sizlarga hamkorlashamiz. الأمر الأول الإسلام والإسلام والإسلام. الإسلام دينكم وسعادتكم في الدنيا ونجاتكم في الآخرة، وأنتم تواجهون دولة كبيرة ودولة صعبة، دولة يحسب لها الناس ألف حساب، وبدون الإسلام لا يمكن لكم أبدا أن تثبتوا أمام هذه الدولة ولا أن ترسخوا أقدامكم في الجهاد والمقاومة الدعوية والمقاومة لاسترجاع بلادكم من هذه الدولة. لا يمكن بدون الإسلام. Ben sizlerge üç nersini tavsiye yapmak için. Birincisi İslam, ikincisi yine İslam, üçüncüsü yine İslam. Sizler hazır dünyada siz terakki kılıvakan, her kanda devlet bunun ile karşılaşmasını istemeydiğen çok bir düşman bilen karma karşılık gelip kalır. Bunun tutuluştan tek yolu sizler için İslam'da çok tutuş ve İslam arkalık hareket kılış, İslami görsetmeyle birlik getirişten ibaret. Bunun için İslamsız sınırdan hareket almanın kalbi kılışı mümkün olmaz. Şu ben sizlerge birinci, ikinci, üçüncü bulup yanılaşıp İslam'ı temsil yapıyorum. Keyin Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan başlık 20 nefer Türkiye ministerleri, Baş Minister Yardımcısı Bülent Arınç ve Türkiye Taşqi İşler Ministri Ahmet Davutoğlu'nun bu qitimliq Dünya Şarkı Türkistanlıklar qeyrindaşlıq uçuruşu faaliyetini tebriklep yollagan telegrafları okup ötüldü. Keyin Zeytinburnu şəhərinin muavin reisi İlyas Saqa, Xalqara Hüquqçular Birliği'nin reisi Necati Ceylan, Şarkı Türkistan Medeniyet Cemiyeti Ankara Şubesi'nin reisi Hayrullah Efendi, Şarkı Türkistan Mihir Şefqat Cemiyeti'nin reisi Yusuf Oğlu, Saudi Arabistan'dan kelgan Abdul Ahad Uçqun, Şvetsiya Uyghur Ma'arif Cemiyeti reisi Nicat Turgun, Avrupa Şarkı Türkistan Ma'arif ve Hemkarlık Cemiyeti İcrai Mesulü İsa Qarim, Norvegiya Uyghur İslam Medeniyet Merkezi Cemiyeti namıdan Turgun Efendi, Finlandiya Uyghur Medeniyet Merkezi Cemiyeti reisi Muhammed Eli Ataullah, Amerika'dan Uyghur yazgıcısı İlşat Hasan, Kazakistan Uyghur Medeniyet Merkezi reisi Alişir qatarlıqlar ayrım söz qildi ve her biri özü turvatqan dövlətdiki Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarının otluq salamını yetkizdi. Ahırda cemaat peşvası Abdülkadir Yapcanның duası bilen bu qitimliq uçuruşuş faaliyetining Zeytinburnu Medeniyet Merkezi yig'in zalidagi echilish murosimi oyoqlashdi. Tushlik tamoq ziyofatidan keyin dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur temsilchilar 5 kunlik dala faoliyati uchun yo'lga chiqdi va Turkiyaning Düzce shahrida nihoyat qizg'in kayfiyatda 5 kunlik faoliyat davomlashdi. Turkiya ishchi va sirtidan alohida taklif qilingan ustozlar qimmatlik va jonliq leksiyalar so'zildi. Shundaqla dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillarmi o'zlarining xizmat jarayonidagi tajriba saboqlarini, taklif fikrlarini bas-basli so'zlab qizg'in kayfiyat ichida qisqagina 5 kunlik bo'lsa-mu qarindoshlik mehriga to'lgan muhitda o'tgan faoliyat texmo tirishib xizmat qilish ruhi bilan g'albilik oyoqlashdi. Xitoy doiralari va askarlari Sharqi Turkiston xalqini qirib tashlashga qasam qildi. Xitoyning vatanimizda elib berayotgan ashaddiy zulmlari kunsiri kuchayotgan bir paytda 2013-yili 6-oyning 26-kuni Turpanda xalqimiz bilan zo'ravon ishg'olchilar orasida to'qinish yuz berib, Xitoy tarafidan eng oz 35 nafari o'ldi. Botir o'g'lonlarimizdan 11 nafari Xitoy tajovuzchilari tarafidan naq maydonda shahid qilingan edi. Bu qitimliq to'qinishda yana 21 Xitoy tajovuzchi saqchilari yaralangan edi. Vaqadan keyin Xitoy tajovuzchilari keng ko'lamda tutish, bostirishni davomlashtirib kelmoqda. Ammo numus qilmaydigan Xitoy doiralari sen davolg'ichi men davolay degandek yana shu burunqi odati bo'yicha haqqoniyat tarafda turgan, zulmga qarshi turgan azimatlarni terrorchilik bilan ayblab, butun tashviqot vositalarida og'ziga tegmay chalib boqmoqda. İnsoniy g'urur, vijdon degan so'z lug'atidami bo'lmagan Xitoy doiralari azimatlarning qilmishidan zarracha g'ururliq va vijdonliq kishining ularning qilmishidan nafratlanadiganligi, ularning vatanidan yuz o'ribli qolmay, millatidanmi yuz o'riganligini chalboqab bildirdi. Arqadilla Xitoyning vatanimizda turishli qo'rchoq hokimi Nurbakri televiziya nutqi so'zlab, xo'jayinlari yezib bergan varaqchini o'qishda intayin qiynalib turib, hadab azimatlarni ayblab, ularga qattiq zarb beradiganligini va'da qildi. Partiya va hukumat terrorchilarning zo'ravonlik qilmishiga hargizmi sukut qilib turmaydi. Zo'ravonlik terrorlik jinoyatiga qat'iy zarba berdi va uni qattiq jazolaydi.
Şuna kanun bilen oynashishga jur'at qilgan zo'ravonlik terrorchilarga oldin qo'l silib, qattiq zarba berib, ularga qilchi kengchilik qilmasligimiz, madara qilmasligimiz va yumshoq qo'lliq qilmasligimiz lozim. Buningdan burun, ya'ni Turpanda vaqa yuz berib 2 kun o'tganda 28-iyun Xitoy raisi Shi Jinping Beijingda darhol yig'in ochib, vatanimiz Sharq Turkistonni texmi bostirish uchun muzokara elib bordi va Shi Jinpingning yo'l yo'riqi bilan Kommunist partiyasi markaziy komitet a'zosi Yu Jinshin chaparmanlarni boshlab 29-iyun Urumchiga yetib keldi va vatanimizdagi barliq cho'moqchilarni yig'inga chaqirib, Sharq Turkistonning asli egalari bo'lgan Uyg'urlarni qattiq bostirish haqidagi Shi Jinpingning yo'l yo'riqini yetkazdi. Arqadan bütün ishg'olchi kattavoshlarni va nurg'un qurolliq askarlarni Urumchi xalq maydoniga yiqqan tajovuzchilar Sharq Turkistonda Xitoyning ishg'oliga qarshi turgan, o'zining izzat hurmatini qo'g'digan, zulmga qarshi turgan har qanday Uyg'urni uzil-kesil yo'q qilganligi haqida qasam qildi. Qasam qilishdan burun Beijingdan kelgan Markaziy siyosiy qonun komitetining mas'uli Ming Jianzhou bütün Xitoy ishg'olchi askarlariga Shi Jinpingning yo'l yo'riqini yetkazdi va Sharq Turkistonning haqiqiy vatan o'g'lonlariga qattiq zarb berishni kuchaytirishni talab qildi. Qasamiyat qilish yig'iniga ishg'olchi qurolliq soqchi qismining qo'mondoni Wang Jianping riyosatchilik qildi. Yig'inga Beijingdan kelgan ishg'olchilarning kattaboshlari va vatanimizdagi cho'moqchilari qatorliq ko'p sonda ishg'olchi qatnashdi. Qasam qilish yig'ini ishg'olchilarning tikuchar aeroplani, harbiy avtomobil, Beronovik qatorliqlarning hamrohligida elib berilgan bo'lib, qasamdan keyin ishg'olchilar Urumchining butun ko'chalarida hayva ko'rsatib, o'zlaricha xalqqa qo'rqinch solmoqchi bo'ldi. Xitoyning xabarlariga ko'ra, bu qasam qilish yig'ini o'xshash vaqtda vatanimizning G'ulja, Qashqar, Xotan va Oqsiduma ichilgan bo'lib, Xitoy tajovuzchilari keng ko'lamli qirg'inchilikdan bishorat bergan va harbiy qurollarni ko'chalarda sazoyi qilib, xalqqa qo'rqinch solmoqchi bo'lgan. Xitoy tajovuzchilari shuni aniq bilishi kerakki, vatan o'g'lonlari bularning bu hayvisiga qilchimi parvo qilmaydi va shalliq yo'lida tavranmay mangadi va ular o'ylamagan yerdan ajallik zarba beradi. Tajovuzchilar bilan bo'lgan kurash mangu davom qiladi. Sharq Turkistondagi Xitoy qatliamiga qarshi Turkiya Istanbulda bayonot e'lon qilindi. Sharq Turkiston yana yangi bir qatliamga duchor bo'lishi oldida turibdi. Hozir Sharq Turkistonning har yerida harbiy holat yurgizilyapti. Uylarda noli faryodlar anglanayotdi. Urumchi, G'ulja, Turpan ko'chalarida Xitoy askarlari va tankilari xalqqa qo'rqinch selyapti. Haqiqatni xalqaro anglasin, nafsingizning har bir tiniqi Urumchi, Turpan, Qashqar, Xotan deb chiqsin. Mushu nuqtadan 3-iyul chorshanba kuni atigan soat 11 da Turkiya Istanbulda faoliyat elib berayotgan İHA insoniy yordam vaqfi markazi yig'in zalida Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati va İHA insoniy yordam vaqfining birlikda o'rinlashtirishi bilan Sharq Turkistonda tajovuzchi Xitoy doiralari tomonidan yuz berish ehtimoli bo'lgan umumiy qatliamga qarshi bayonot e'lon qilishiga o'tkazildi. Yig'inda Turkiyada aktiv faoliyatlarda bo'layotgan tashkilotlardan İHA insoniy yordam vaqfi raisi Bülent Yildirim, Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Sharq Turkiston vaqfi bosh kotibi Ömer Qul, Sharq Turkiston Mehr Shafqat va hamkorlik jamiyati raisi Yusuf o'g'li, Sharq Turkiston yoshlar jamiyati raisi Tibat Yujaturk, Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlari bosh kotibi Ali Kurt, Xalqaro qonunshunoslar birligi raisi Najati Jaylon, ijtimoiy hamkorlik uyushmasi raisi Ayxon Ogan, Sharq Turkiston ko'chmanlar jamiyati raisi Yaqubjon, inson va madaniyat harakati vakili va mazlumdorlar jamiyati vakili Ramazon Beylar ayrim so'z qildi. Xitoy ishg'olchilarining 64 yildan beri Sharq Turkistonda besim va zulm siyosati ijro qilib kelayotganligini ilgari surgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, tajovuzchi Xitoy doiralari oxirgi kunlarda Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan besim va zulm siyosatini texmo ig'irlashtirdi. Uyg'ur musulmonlarini normal nafas ololmog'dak holga keltirdi. Yana bir tarafdan ichkaridan yo'tkab kelgan Xitoy ko'chmanlariga yashash sharoiti hozirlash maqsadida yerlik xalqning uyi, xizmati va ziroat yerlarini majburiy tortib oldi va Uyg'urlarni shaharlashgan markaziy rayonlardan sahro yezlarga ko'chib ketishga majburlayotdi dedi. Yerlik xalqning bu adolatsiz besim siyosatiga qo'lidan kelishicha qarshi turishga urinayotganligini uqtirgan O'g'izxon, Xitoy doiralarining haqsiz va adolatsiz siyosatlariga qarshi so'zlangan bir eg'iz gapmo terror doirasi kirgizilyapti. Bir qancha Uyg'urning bir yerga jam bo'lishidan sarosimalangan Xitoy omonlik saqlash qismlari
qo'llarida hech qanday bir narsa bo'lmagan jamoatga o't ochgan. Birinchi kuni Xitoy axboroti voqea yerida 27 kishining hayotidan ayrilganligini uqtirdi. Lekin keyinchi bu sonning 46 ekanligi ma'lum bo'ldi. Voqealar qonliq shaklda bostirilgandan keyin Turpan shahri miqyosida tikuchar va aeroplanlar yordamida bostirish harakati elib berildi va nurg'un gunohsiz Uyg'ur yoshlari qo'lga olindi. Shuni jakarlaymizki, biz oxirgi nafsimizgacha haq huquqimizni qo'g'daymiz. Oldimizdagi kunlarda 2009-yili 5-iyul voqealarining yillik xotirlash kuni bor. Xitoy raisi qattiq pozitsiyada bo'lganligini uqtirdi. Bu uqtirish bilan birga oldimizdagi kunlarda Uyg'urlarga qarshi sistemalik cho'ng bir qatliam voqeasi yuz berish ehtimoli bor. Turkiya va islom dunyosining yordam qilishini umid qilamiz dedi. U yana so'zdan Xitoyning bu qatimqi voqea haqida ma'rif jamiyatini ayblaganligini tilga olib, Xitoyni qattiq aybladi va Xitoyning o'zi qilgan va qilayotgan jinoyatni yepish uchun bahona izlayotganligini bildirdi. 5-iyul voqealarining yillik xotirlash kuni yaqinlashyapti. Sharq Turkistonda millionlarcha Xitoy askarlari o'rinlashtirilgan turqliq, hozirning o'zida yana 100 minglarcha askar tanklar bilan butun Sharq Turkiston miqyosiga o'rinlashtirildi degan IHH insoniy yordam maxfiy raisi Bülent Yildirim, biz bu yerda cho'ng bir qatliamning planlanganligini his qilyapmiz. Tarixdan buyon Sharq Turkiston xalqining yenidan o'rin olgan Turkiyaga shuni xitob qilamanki, darhol butun diplomatiya munosabatlarini o'zgartib, oldimizdagi kunlarda yuz berish ehtimoli bo'lgan qatliamning oldini olishga qadam bosishimiz kerak dedi. Islom dunyosi rahbarlariga xitob qilgan Yildirim, Xitoy doiralari bu masalada qattiq pozitsiyada harakat qilganligini so'zlayotdi. Islom dunyosi liderlari darhol bir yerga jam bo'lishi kerak. Hozir islom dunyosi bilan Xitoy o'rtasidagi tijorat munosabatining o'lchami 300 milliard dollardir. Agar bu munosabatlar qo'llanilsa, Xitoy bu qatliamlar niyatidan yonadi. Bu yerdan Xitoy doiralariga shuni xitob qilamanki, 2009-yili 5-iyulda elib borgan Urumchi qatliamiga o'xshash harakatda bo'lsangiz, butun ko'chalar Xitoyga qarshi namoyishga to'ladi. Mollaringiz boyqot qilinadi va Xitoy mollariga qarshi boyqotga xalqaro chaqiriq qilindi. Xitoy doiralariga bu yerdan texmi salmoq bo'lishi kerakligini aslatamiz dedi. Eng oxirida xalqarodagi raislarga chaqiriq qilgan Bülent Yildirim, hamma narsani siyosiy o'lcham va iqtisodiy manfaatga bog'laysizlar. Agar Xitoyning Sharq Turkistonda elib boradigan qatliamiga ovozsiz sukut tursanglar, dunyo xalqlari bugun ko'chalarga qandoq chiqqan bo'lsa, texmi ko'p sonda ko'chalarga chiqib norozilik bildirdi. Bu butun dunyoni sarosimaga soladigan ishlardan biri bo'ladi dedi. Sharq Turkiston xalqi hargiz yolg'iz emas degan Yildirim, faqat Sharq Turkiston emas, butun dunyodagi ezilayotgan xalq yolg'iz emas. Arkasında biz var dedi. Eğer 5 Temmuz'da yaptığınız katliamın bir benzerini yaparsanız, inanın sokaklar Çin aleyhine yapılan gösterilerle dolacak. Mallarınız boykot edilecek. Çağrılar yapılacak. O nedenle Çin'e buradan daha temkinli olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Doğu Türkistan halkının yalnız olmadığını bilin. Büyük Birlik Partisi hükümetini Sharq Turkiston uchun harakatga chaqirdi. Büyük Birlik Partisi raisi Mustafa Dastici Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan qatliamiga qarshi Yaponiya chig'ida davlat bayroqlarini yerim tushirganligini, ammo hukumatning ovoz chiqarmaganligini bildirdi. Mustafa Dastici e'lon qilgan bayonotida dunyoning har tarafida musulmon va turk qatliamining musulmonlarga va turklarga qarshi qilinayotgan zulmning davom qilayotganligini ta'kidladi. Dastici musulmon turk qarindoshlarimiz o'ltirilib, yurtlaridan, uylaridan haydalib, o'z tuproqlari so'mirilishga, ishg'ol qilinishga davom qilmoqda. Buning eng oxirgi o'rnagini Xitoyning Sharq Turkistonga qilayotgan zulmidan ko'rib olamiz. Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz yillardan buyon Xitoy zulmi ostida ingirmoqda. Qotil Xitoy bo'lsa, zulm qilishni, qatliamlarni, assimilyatsiya qilishni, irqiy qirg'inchiliklarni davom qilmoqda. Yaponiya chig'ida bu voqealarga chiday olmay, davlat bayroqlarini yerim tushirib, bu ishqa untinsiz qolmagan bir ahvolda to'limi afsuski hukumatimizning ovozimi chiqmayotdi. Bir bayonot chog'liq narsa anglamadik degan ifodalarni ishlatdi. Tashqi ishlar ministrligining Xitoy elchisini darhol ministrlikka chaqirishi kerakligini bildirgan Dastici, qilinishi kerak bo'lgan nima? Davlatimizda xalq ra'yi to'planishi kerak. Xitoy elchisi darhol chaqirilib, voqealar haqida ogohlantirilishi kerak.
Xitoy elchisiga ochiq shaklda shundoq deyilishi kerak. Darhol bu qatliamlar tutqun qilishlar to'xtatilmasa, qo'lga ilingan va tutqun qilingan Uyg'ur qarindoshlarimiz qo'yib berilmasa, u yerda hayotidan ayrilganlarga aloqador qonuniy surishti başlatilmasa, biz Xitoy bilan bo'lgan aloqamizni bu ishlar tuzalguncha to'g'natamiz. Buni deyish unchalik qiyin ish emas deb so'z qildi. Ahmet Davutoğlu'dan Xitoyga javob. Türkiye Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu'nun Uyg'ur türklerini terrorchi deb ataganligi haqidagi so'zlarga Tashqi ishlar ministrligidan javob keldi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligidan kelgan javobda ministr Ahmet Davutoğlu'nun Uyg'ur türklerini terrorchi deb sifatlaganligining yolg'on ekanligi va bundaq ishning bo'lishining mumkin emasligi bildirildi. Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu tunugun Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgandan keyin bugun turk axborotlarida yer olgan ba'zi so'z-cho'chaklarga qarata so'z qilgan diplomatiya amaldorlari Davutoğlu'nun Uyg'ur türklerini terrorchilar deb sifatlashining mumkin emasligini bildirdi. Tashqi ishlar ministrligi mas'ullari yana ministr Ahmet Davutoğlu'nun Xitoy ministri bilan ko'rishganda Sharq Turkistonni ikki davlat orasidagi madaniyat ko'rigi deb sifatlaganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministrligi mas'ullari yana ministr Ahmet Davutoğlu'nun Xitoy ministri bilan ko'rishganda Sharq Turkistonni ikki davlat orasidagi madaniyat ko'rigi deb sifatlaganligini bildirdi. Rayon xalqining huzur va xotirjamligining Turkiyaga nisbatan intayin muhim ekanligini bildirgan ministrlik mas'ullari bu sohada Xitoy bilan iqtisodiy, madaniyat va siyosiy qatorliq har sohada hamkorlashishga hozir ekanligini ta'kidladi. Xalq irodasiga qarshi askariy inqilob. 3-iyul kechda Misr davlat mudofaa ministri va qurolli qism bosh qo'mondoni Abdul Fattah as-Sisi Misr davlat televiziyasi so'z qilib, xalq tarafidan erkinlik bilan saylab chiqqan Misr raisi Muhammad Mursini vazifasidan elib tashlaganligini e'lon qildi. 1 yil burun saylamda utib, raislik vazifasini o'tayotgan Muhammad Mursiga qarshi muxoliflar bir qancha qitim namoyish qilgan bo'lsa-mu, unumsiz bo'lgan. Lekin bu qatimliq namoyishda askarlar birlashib qarshi chiqqan. Davlat mudofaa ministrligi, ichki ishlar ministrligi va uningdan boshqa muhim bo'lgan davlat organlari birlikda muxoliflar bilan til biriktirib, musulmon qarindoshlaridan bo'lgan Mursini tushirib o'tish qarorini qilgan. Misr davlat mudofaa ministri Abdul Fattah as-Sisi 7-oyning 3-kuni kechda davlat televiziyasida so'z qilib, Mursining taxtdan tushganligini, muddatdan burun saylam o'tkazilganligini, asosiy qonun sotining boshlig'i vaqtliq raislik vazifasini o'taydiganligini jakarladi. Bu qatimliq askariy siyosiy o'zgarishning orqasidan Muhammad Mursi uyiga nazarband qilindi va musulmon qarindoshlar tashkilotining ko'plagan a'zolarining qo'lga ilinganligi, shundaqla Mursiga yondosh bo'lgan barliq islomiy kanallarning to'xtatib qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Misrning hozirgi ahvoli bo'lsa, ichinishli ahvolda bo'lib, ko'p sonliq Mursi yondoshlari bilan muxoliflar ikki tarafning urush girdobiga kirib qolishdan andisha qilinmoqda. Mursi yondoshlari bo'lsa, xalqning irodasi bilan saylangan Mursini oxirigacha qo'llaydiganligini va bugun jumadan yenib butkul Misr xalqining askariy inqilobga qarshi tinchlik namoyishi elib borganligini bildirdi. Kuzatuvchilar bu inqilobning orqa ko'rinishida g'arb allarining borligi va g'arb allari islom dunyosi bilan ikki yuzlamalik o'yin o'ynayotganligini bildirmoqda. Chunki g'arb allari da'vo qilayotgan demokratiya sistemasini asos qilgan holda saylam elib berib, saylamda utib chiqqanlar musulmon qarindoshlari bo'lganligi sababidan g'arb allari orqa ko'rinishda o'yin o'ynab, xalqning irodasiga qarshi inqilob elib berishga qudratqullik va yordam qilgan. Buning misollari ilgirimi Aljeriya, Yaman, Falastin va shuningga o'xshagan islomiy harakatlar saylamda utib chiqqan davlatlarda g'arb allari ularga qarshi o'yin o'ynab kelgan edi. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.